Sizlarga kunida ketadi-yu. Sizlarga bir yangilikni qilib qo'ydim. Ko'rishni obuna bo'lib, podpiskani bosib qo'yinglar. Katta. Bilasizmi, bu taomni ko'pchilik noto'g'ri pishiradi. Men sizga taomni to'g'ri pishirish yo'llarini o'rgataman. Bugungi qiladigan ovqatimizning nomi мясник biftek. Birinchi bo'lib, biftek pishirishda 3 ta fokusi bor, ya'ni yo'li. Shu yo'lni o'rganib olsak, biftegimiz mo'shni chiqadi. Birinchisi go'shtga e'tibor beramiz, ikkinchisi cho'qqa e'tibor beramiz, uchinchisi albatta kim qilayotganiga e'tibor beramiz. Keyingi o'rinda biftegimizni tayyorlanadigan unsurlardan biri albatta marnovkasi taqiladi baribir. Shuningdek, marnovkasi mo'shni bo'lishi kerak. Marnovkani zo'r qilsa, biftegimiz go'zal chiqadi. Endi esa pishirishni boshlaymiz. Mana endi obzorini ko'rishinglar mumkin. Мясник biftegimizda asosiy go'sht bo'ladi. Sochning so'llari bilan bo'ladi, ko'rishinglar mumkin. Yonida fre, guruch, ayniqsa turetskiy salatlari bilan bo'ladi. Kelaverasizlar, xizmatda o'zimiz inshaalloh chiroyli qilib jo'natamiz.